Bu kromkani ishlashi xuddiki kombaynni eslatadi. Bugungi obzorimizda Hiking brendiga tegishli 6 agregatli FZ280 kromka stanogi. Boshqaruv sensor paneli orqali avtomatik mo'ylash tizimi mavjud, razmerlarini ruchnoy sozlanadi. 0.4 dan 3 mm gacha bo'lgan kromkalarni bemalol yopishtiradi. O'z aslida Hiking brendi malchovka stanogini ishlab chiqarmaydi, buni bilgan biladi. Ya'ni nima demoqchiman? Agregatlarni ishlash tezligi va sifati sizni albatta qoniqtiradi. Bitta zo'r fishkasini aytib o'tib ketaman. Ushbu ko'rib turgan tig' va sprey uncha-muncha stanoglarda bo'lmaydi. Buni esa biz maxsus buyurtma asosida qo'ydirganmiz. Ana endi men sizlarga buni ishlashini ko'rsatib beraman. Baribir hamma uchun videoning eng qiziq joyi stanok narxi hisoblanadi. Mayli aytib o'tib ketaman, stanok narxi $6000, 2 yil kafolat, 4 marta bepul servis bor. Batafsil ma'lumot uchun raqamlarimiz orqali bog'lanishingiz mumkin.